Hech o'ylab ko'rganmisiz? Shu antiperspirantlar nima sababdan sizni 24-48 soat davomida terlamasligingizni ta'minlab beradi? Hamma gap shundaki, ularning 80% o'zini tarkibida alyuminiy tuzlarini saqlagan bo'ladi. Alyuminiy tuzlari teriga tushganida sizni teri suyuqligingiz bilan aralashib, uni o'ziga biriktirib, sizni kiyimingizni ho'l bo'lmasligini ta'minlab beradi. Bu, конечно, yaxshi, lekin tangani har doim ikkinchi tarafi bor. Gap shundaki, o'sha Amerika olimlari 2005-yildan shu vaqtgacha o'tkazgan tadqiqotlariga ko'ra, alyuminiy tuzlarini saqlagan vositalardan foydalangan ayollarda bu vositalardan foydalanmagan ayollarga nisbatan ko'krak saratonining uchrashi 4 baravar oshganligini aniqlashgan. To'g'ri, ko'krak bezi saratoniga olib keluvchi sabablar juda ham ko'p. Lekin siz oddiygina alyuminiy tuzlari solinmagan antiperspirantlarni tanlash orqali o'zingizni ko'krak bezi saratoniga chalinish ehtimolingizni yana bittaga pasaytirgan bo'lasiz. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib bormaslik uchun menga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.